Chempionlar Ligasida juda g'alati va sirli voqealar ko'payib bormoqda. Diqqat qiling. 2018-yilda Filipe Coutinho Liverpooldan Barselonaga o'tdi va 2019-yilda Liverpool Chempionlar Ligasini yutdi. 2019-yilda Frank Ribery Bavariyadan Fiorentinaga transfer bo'ldi. So'ng 2020-yilda Bavariya bu sovringa ega chiqdi. Ana endi 2020-yilda Eden Hazard Chelseadan Real Madridga o'tadi. So'ngra 2021-yilda Chelsea Shalpanquloq kubokni boshi uzra ko'tardi. Xuddi shu yili Sergio Ramos Real Madriddan PSJga o'tdi. 2022-yilda esa Real Madrid chempion. Davom etamiz. 2022-yilda Kun Aguero Manchester Citydan Barselonaga transfer bo'ldi. Hamda 2023-yilda Manchester City o'z tarixida ilk bor Chempionlar Ligasida zafar quchdi. Nimadir g'alati? 2023-yilda Karim Benzema Real Madridni tark etib Saudiyaga yo'l oldi va 2024-yilda yana Real chempion bo'ldi. 2024-yilda Kylian Mbappe Parijdan Real Madrid tarkibiga kelib qo'shildi va 2025-yilda Paris Saint-Germain Yevropada tengsiz klub bo'ldi. Endigi navbat kimga ekani? Ha aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin.